هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهر. Sure Enbiya tefsiri 57. ayetten başlayıp okuyumuz inşallah. Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selam ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tövende diktanlağa İbn Kesir rahimahullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi Enbiya suresi 57. ayetinden başlayıp okuyumuz inşallah. Ba'da'uzu billahi mineşşeytanirracim. Allah bilen qasamki sizlar qaytib ketgandan keyin cho'qim butlaringlarni chiqib o'tishning amalini qilaman. İbrahim butlarni chiqib poch qilib etdi. Ularning qaytib kelib butlarni kimning chaqqanligini so'rash uchun faqat cho'ng butni chaqmay qoldirdi. Ular bayramidan qaytib kelib butlarining chiqib etilganligini ko'rib, butlarimizni mundaq qilgan kim? U haqiqatan zolim ekan dedi. Ularning ba'zisi İbrahim atliq bir yigitning ularni ayblaganligini anglagan edi, ya'ni shu qilgan bo'lishi mumkin dedi. Ular, ya'ni Namrud va uning qavmining cho'nglari İbrahimni kishilarning oldiga elib kelinglar, İbrahimning butlarni ayblaganligiga ular guvohlik bersin dedi. Ular İbrahim butlarimizni shunday qilgan senmi dedi. İbrahim yo'q, balki ularning buni cho'ngi shunday qildi. Agar ular so'zli yalisa kimning chaqqanligini ularning o'zlaridan so'rab beqinglar dedi. İbrahim aleyhisselamning butlarni chiqib etganlik. İbrahim aleyhisselam ularning butlarini chiqib etmoqchi bo'lib qasam ichib mundaq dedi. Allah bilan qasamki sizlar qaytib kelgandan keyin cho'qim butlaringlarni chiqib etishning amalini qilaman. Ya'ni İbrahim aleyhisselam qavmi o'zlarining bayramiga ketgandan keyin ularning butlarini chiqib etishga qasam ichdi. Ularning ba'zisi uning qasamini anglab qoldi. Abu İshaq Abu Ahvasdan Abdullahning mundaq deganligini rivoyat qiladi. İbrahim aleyhisselamning qavmi bayramga mengishganda İbrahimning qishidan o'tib uningga "Ey İbrahim, biz bilan birga bayramga bormamsan?" dedi. İbrahim "Men kesel bo'lib qoldim, shunlashqa bora olmayman" deb mundaq qasam ichdi. Allah bilan qasamki sizlar qaytib kelgandan keyin cho'qim butlaringlarni chiqib etishning amalini qilaman. Uning qasamini ularning ba'zilari anglab qoldi. İbrahim butlarni chiqib poch qilib etdi. Ularning qaytib kelib butlarni kimning chaqqanligini so'rash uchun faqat cho'ng butni chaqmay qoldirdi. Allah Teala İbrahimning butlarni chaqqanligi to'g'risida mundaq dedi. Andın ular yüzlenip on qo'li bilan urib pachoqlashga kirishdi. Alimlar İbrahim aleyhisselamning qavmining cho'ng but kichik butlarning o'ziga o'xshash ibodat qilinishiga qizg'inib ularni chiqib etgan o'xshaydi deb o'ylab qilishi uchun butlarni chaqqan paltini cho'ng butning qo'liga tutqizib qo'yganligini bayon qiladi. Uning qavmi bayram qilgan joyidan qaytib butlarning haqiqiy ilohlik salohiyati yo'q bir narsa ekanligini va uningga cho'qing'uchilarning aqlsiz ekanligini ko'rsatib berishni maqsad qilgan İbrahim aleyhisselamning butlarga qilgan bu ahanatini ko'rib mundaq dedi.
butlarimizni mundaq qilgan kim? U haqiqatan zolim ekan. İbrahim alayhissalomning men butlarni chaqaman deb ichgan qasimini anglab qolganlar, ularning ba'zisi İbrahim adlı bir yigitning ularni ayıplaganligini anglagan edi. Ya'ni shu qilgan bo'lishi mumkin dedi. Ular, ya'ni Namrud va uning qavmining cho'nglari İbrahimni kishilarning oldiga elib kelinglar. İbrahimning butlarni ayıplaganligiga ular guvohlik bersin dedi. Mana bu İbrahim alayhissalom ko'zlagan cho'ng bir maqsaddir. Uning maqsadi yig'ilgan shu kishilarning oldida o'zlariga hech foyda ziyon keltirolmaydigan butlardan foyda talab qilib, uningga cho'qinganlikning ne kadar aqlsizlik ve ahmoqlik ekanligini bildirishdir. La ilahe illalloh. Ular, ey İbrahim, butlarimizni mushunda qilgan senmi? dedi. İbrahim, ya belkim ularning muni cho'ngi shunda qildi. Agar ular so'zlayolsa, kimning chaqqanligini ularning o'zlaridan so'rab beqinglar dedi. Hakikaten İbrahim aleyhisselam ularning butlarning so'zlayolmaydiganligini ve butlar cansız bo'lganligi uchun ishni ularning qilolmaydiganligini tonib yetarmikin deganni ko'z tutib bu so'zni qildi. İmam Buxoriy ve Muslim Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. İbrahim aleyhisselam ömrüde fakat 3 qitimli yalgan so'zlab baqqan edi. O 3 qitimlik yalganning ikkisi Allah Taala uchun bo'lgan edi. O ikkisi bo'lsa İbrahimning, ya belki ularning buni shunday qildi ve men haqiqatan kesal bo'lib qolaman degan so'zidir. Yana birisi bo'lsa Sara'nın hakkında kılgan yalgancılıqıdır. İbrahim aleyhisselam Sara bilen bir zalim padişahının ziminden ketip etip bir yerge kelip düştü. Elqi zalimnin qışığa bir kişi kelip onunla senin ziminin tevessidi boğan palanı yerge qışıda nait çıraylık ayalba bir kişi kelip düştü de kelip düştü deb haber kıldı. Zalim padişah İbrahim aleyhisselam Adem evetip onu çağırtıp gelip onundan sen bilen bildi kelgen ayal senin niman boludu deb sordu. İbrahim o menin qarindishim boludu deb cevap verdi. Zalim padişah sen berip onu qishimga avatib etken dedi. İbrahim aleyhisselam Sara'nın qishig'i berip onunla bu zalim menden seni sordu. Men onunla seni menin qarindishim dedim. Sen meni onun aldığı yalgan çıkınma. Sen hakikaten benim dini qarindishim. Bu yerde men ve senden başka bir mi Müslüman yok deb onu elip mangdı. O yerge yetip bağanda İbrahim aleyhisselam sırtda namaz okup kaldı. Sara zalimning qishig'i kirdi. Zalim onu körüp onu tutmakçı bulup kol uzatdı, kolu qetip kaldı. Zalim Sara'ga sen Allah Teala'ga men için dua qilgin, men sana çıkılmay dedi. Sara onun için dua kıldı. Onun kolunu çaldı. Andın zalim onu tutmakçı bulup yeni kol uzattı. Kolu burunqidek yoki onundan bekre qetip kaldı. Andın o Sara'ga bana dua kılsan deb yalvardı. Sara onun için dua kıldı. Onun kolu yana o'ng'shaldi. Zalim bu ishni 3-chi qitim qildi. Bu qitimdimi uning qo'li qetib qoldi. U burunqi 2 qitimga o'xshash Saraga Alloh taologa duo qilsang, men sana chiqilmay deb yalvardi. Sara uning uchun duo qildi. Uning qo'li o'ng'shaldi. U yenidik xizmatkorini chaqirib, haqiqatan sen men inson emas, shayton elib kelibsan. Uni qishimdan chiqarib hizmeti üçün Hacer'ni onunla bergin dedi. Sara Hacer'ni elip
zalimning qishidan İbrahimning qishiga keldi. İbrahim uning kelganligini sezib, namoz o'qishdan to'xtab, ahvoling qandoq deb so'radi. La ilaha illalloh Muhammad rasululloh. U Allah Taala buzuq kafirning suiqasdidan meni saqladi va xizmatimga Hajarni ato qildi deb javob berdi. Muhammad ibn Sirin Abu Hurayra bu hadisni so'zlab bergan vaqtida, ey arablar, Hajar sizlarning onanglar dedi. La ilaha illalloh Muhammad rasululloh. Ular bir-birini ayıplab, sizlar butlarga cho'qinishda haqiqatan zolimsizlar dedi. Ondan ular hijolatchilikdan boshlarini tuvan silib, ularning gap qilolmaydiganligini sen obdan bilasan-ku dedi. İbrahim aytdi. Sizlar Allohni qo'yib, sizlarga hech foyda yetkazolmaydigan va ziyon yetkazolmaydigan narsalarga cho'qinamsizlar? Sizlarga va Allohni qo'yib, sizlar cho'qinayotgan butlarga tufi. Sizlar tushunmamsizlar? İbrahim aleyhisselamның qavmining butdan iborat o'zlarining ilohlarining ojizligini e'tirof qilganligi va İbrahim aleyhisselamның ularga va'z nasihat qilganligi. Allah Taala İbrahim aleyhisselamның o'z qavmiga yuqoridagi so'zni qilgan vaqtida qavmida paydo bo'lgan holatdan xabar berib mundaq dedi. Ular bir-birini ayıplab, sizlar butlarga cho'qinishda haqiqatan zolimsizlar dedi. Ya'ni ular bir-biriga malomat qilib, sizlar butlarni saqlaydigan odamlarni o'rinlashtirmay, uni tashlab qo'yishinglarda haqiqatan zolimsizlar dedi. Ondan ular hijolatchilikdan boshlarini tuvan silib, ularning gap qilolmaydiganligini sen obdan bilasan-ku dedi. Qatada mundaq dedi. İbrahimning qavmi nihoyat hayron bo'lgan holda mundaq devetdi. Ularning gap qilolmaydiganligini sen obdan bilasan-ku, ya'ni sen ularning so'zlayolmaydiganligini bilib turib, sening bizga agar ular so'zlayalsa, kimning chaqqanligini ularning o'zlaridan so'rab beqinglar degining nimasi? Bu vaqtda İbrahim aytdi. Sizlar Allohni qo'yib, sizlarga hech foyda yetkazolmaydigan va ziyon yetkazolmaydigan narsalarga cho'qinamsizlar? Sizlarga va Allohni qo'yib, sizlar cho'qinayotgan butlarga tufi. Sizlar tushunmamsizlar? Ya'ni sizlar o'zlaringlarning haddidan oshgan tarsa zolimlarga yarışadigan ozg'unlikda ekanliginglarni o'ylab boqmamsizlar? İbrahim aleyhisselam ularga pokit ko'rsatib, ularni pokit orqali yengdi. Shuning uchun Alloh taolo mundaq dedi. O'z qavmiga raddiya berish uchun İbrahimga bergan dalilimiz ana shudir. Xohlagan kishimizni bir qancha darja ko'taramiz. Rabbing haqiqatan hikmat bilan ish qilguchidir, hammani bilguchidir. Subhanalloh, subhanalloh. Ular aytdi. İbrahimni ko'ydiringlar. İlahlaringlarga yordam beringlar. Agar ularga haqiqiy yordam bermoqchi bo'lsanglar. Biz o'tqa, ey o't, İbrahimga salqin va amonlik baxsh etadigan bo'lib bergin dedik. Ular İbrahimga ziyonkashlik qilmoqchi bo'ldi. Biz ularni eng ziyon tortqichi qildik. İbrahim aleyhisselamның o'tqa tashlanganligi va Alloh taolaning ko'rsatgan mo'jizasi. İbrahim aleyhisselamның qavmi o'zlarining keltirgan pakitlarining batilligi isbotlanib, ojizligi oshkorlanib, batil yo'qolib, haqiqat g'alaba qilganda İbrahimni kuch bilan yengishga o'tib mundaq dedi. İbrahimni ko'ydiringlar, ilohinglarga yordam beringlar, agar ularga haqiqiy yordam bermoqchi bo'lsanglar.
Ular nihoyatda jiq o'tin yig'di. Suddi mundaq dedi. Hatta kesel yatgan bir ayol agar saqaysa İbrahimni köydirish uchun o'tin yig'diganligiga va'da qildi. Ular o'tinni cho'ng bir xandakka yig'ib, uni o't yoqdi. O'tin kuyib, misli ko'rilib boqmagan darajada lovuldab turadigan nihoyat cho'ng bir o't dengiziga aylanganda Kurd millatidan bo'lgan bir kishining yo'l ko'rsatishi bilan İbrahim alayhissalom men chanoqqa selindi. La havle ve la kuvvete illa billah. La ilahe illallah. Şuayb Jubayi bu vaqtda mundaq dedi. U kishining ismi Hezan edi. Allah Taala u kishini yerga yutqizib etdi. U kishi qiyomat kunigacha yerning ostida esilib qolgan holatda üzülüp, urilib, soqilib yurdi. Ular İbrahim alayhissalomni o'tga tashlaganda u meni saqlashga Allah Taala yetarlik. Allah Taala nima degan yaxshi saqlag'uchi dedi. İmam Buxoriy İbn Abbas radhiyallohu anhumaning İbrahim alayhissalom o'tga tashlangan vaqtida yuqorqi duoni o'qigan edi. Kafirlar payg'ambar alayhissalomga shak shubhisizki kishilar, ya'ni Qurayshlar sizlarga qarshi qo'shin to'pladi. Ulardan qo'rqinglar degan vaqtida payg'ambar alayhissalom va sahobalar bizga Alloh kifoya, Alloh nima degan yaxshi homi dedi deganligini rivoyat qildi. Said ibn Jubayr ibn Abbas radhiyallohu anhumaning yana mundaq deganligini rivoyat qildi. İbrahim alayhissalom o'tga tashlangan vaqtida yomg'irga mas'ul farishta men qachonki yomg'ir yog'dirishga buyurilsam shu vaqtning o'zida yomg'ir avatman dedi. Lekin Allah Taolaning buyrug'i uning buyrug'idan tiz bo'lib, Allah Taala o'tga mundaq buyruq berdi. Ey o't, İbrahimga salqin va omonlik baxsh etadigan bo'lib bergan. Ya'ni yer yuzida kichikkinami o't qolmay hammamiz o'chib ketdi. İbn Abbas radhiyallohu anhuma bilan Abu Aliya mundaq dedi. Agar Allah Taala omonlik baxsh etadigan bo'lib agar Allah Taala omonlik baxt etadigan bo'lib bergan demagan bo'lsa, o't İbrahim alayhissalomni cho'qim to'nglatib qo'ygan bo'ladi. Qatada mundaq dedi. Shu kuni kelgan patmi chiqdim, boshqa har bir jonivor İbrahim alayhissalomdan o'tni o'chirdi. Zuhri mundaq dedi. Payg'ambar alayhissalom patmi chiqni o'ldirishga buyurdi va uni hayvonlarning eng eskisi deb atadi. Ular İbrahimga ziyonkashlik qilmoqchi bo'ldi. Biz ularni eng ziyon tortquchi qildik. Chunki ular Allah Taolaning payg'ambariga ziyonkashlik qilmoqchi bo'ldi. Allah Taala ularni ziyon tortqizib İbrahim alayhissalomni o'tdan qutuldirib qoldi. Oxirgi hisobda ular yengildi. Biz İbrahim bilan Lotni qutqizdik. Ularni biz ahli jahon uchun barakatli qilgan zaminga ko'chirdik. Biz uningga, ya'ni İbrahimga Ishoqni berdik. U Rabbidan so'ramasimi Yaqubni o'shq berdik. Ya'ni Yaqub alayhissalomni navr qilib yoki İbrahim alayhissalomning talvidan ziyoda qilib berdik. Ularning hammasini yaxshi odamlar qildik. Ularni bizning amrimiz bo'yicha kishilarni bizning dinimizga yetaklaydigan peshvolar, ya'ni payg'ambarlar qildik. Ularga biz yaxshi ishlarni qilishni, namoz o'qishni, zakot berishni vahiy qildik. Ular bizga xolis ibodat qiladi. Lutqa
payg'ambarlikni va ilmni ato qildik. Lut İbrahim alayhissalomga iymon etgan, ergashgan va uning bilan hijrat qilgan edi. Uni aholisi bedjuvozlik, qaroqchilik qatorliq yomon qiliqlarni qildigan shahardan qutqizdik. Haqiqatan ular yomon fosiq qavm edi. Biz uni rahmatimiz doirasiga kirgizdik. U haqiqatan yaxshilardan edi. Allah Teala'nın dostu İbrahim aleyhisselamның Lut aleyhisselamni özü bilen birga elib Şamga köçüp ketkenlik. Allah Teala İbrahim aleyhisselamni onun kavmi yaqqan o'tdan qutuldurup qalganligini ve uni qavmining ichidan elib chiqib Şam shahriga, ondan pok zimin bo'lgan Falastinga ko'chirganligidan xabar berib mundaq dedi. Biz İbrahim bilen Lut'ni qutqizdik. Ularni biz ahli jahon uchun barakatli qilgan ziminga ko'chirdik. Biz onunğa, yani İbrahim'e İshak'ni berdik. O Rabbidan so'ramasimi Yaqubni o'shiq berdik. Yani Yaqub aleyhisselamni nevri qilib yoki İbrahim aleyhisselamning talabidan ziyoda qilib berdik. Ata bilen biz İbrahim'e İshak'ni berdik. Yaqubni onun tiligidan ortiq berdik. İbn Abbas radiyallahu anhuma Qatade ve Hakem İbn Uyeyne mundaq dedi. Biz İbrahim'e İshak'ni berdik, Yaqubni nevri qilib berdik. Allah Teala bu vaqtda mundaq dedi. Biz onunğa, yani Saraga İshak otliq balası bo'ladiganligi bilan ve İshak'tan keyin keladigan Yaqub otliq nevrisi bo'ladiganligi bilan xo'sh xabar berdi. Abdurrahman ibn Zeyd ibn Aslam mundaq dedi. İbrahim aleyhisselam Allah Teala'dan Rabbim bana bir yaxshi farzand ato qilgin deb bir bola tilagan edi. Allah Teala onunğa İshak'ni berdi ve Yaqubni tiliginidan ortiq berdi. Ularning hammasini yaxshi odamlar qildik. Ularni bizning amrimiz bo'yicha kishilarni bizning dinimizga yetaklaydigan peshvolar, yani payg'ambarlar qildik. Shuning uchun Allah Teala mundaq dedi. Ularga biz yaxshi ishlarni qilishni, namoz o'qishni, zakot berishni vahiy qildik. Ular bizga xolis ibodat qiladi. Yani ular boshqalarni qilishga buyurgan shu ishlarni o'zlari qiladi. Lut aleyhisselam. Allah Teala İbrahim aleyhisselamның qissasini bayon qilib bo'lib, uningga ergashtiribla Lut aleyhisselamның qissasini bayon qildi. Lut Azerning o'g'li bo'lgan Haranning o'g'lidir. U İbrahim aleyhisselamga iymon keltirib, onunğa ergashdi ve onun bilen birga Şamga, ondan Falastinga ko'chdi. Allah Teala bu vaqtda mundaq dedi. Lut İbrahim'e iman etti. İbrahim etti. Men çoqum Rabbim tarafiga hicret qilaman. Yani Allah'ın razılıqını izlash yuzidan vatanimni terk etib, Allah emr qilgan joyga hicret qilib boraman. Allah Teala onun qissasini bayon qilib mundaq dedi. Lut'a payg'ambarlikni ve ilmni ato qildik. Lut İbrahim aleyhisselamga iman etgan, ergashgan ve onun bilan hicret qilgan edi. Allah Teala onu Sudum ve onun tevellikideki yerlerge peygamber kılıp evetti. O yerdeki kişiler onunla karşılık kılıp işenmedi. Ondan Allah Teala ulanın birini mi koyma yoktu, Lut aleyhisselamni ulardan kutuldurdu. Allah Teala bu vakti mındaktaydı. Onu ahalisi bedjuvozlik, qaroqchilik qatorliq yomon qiliqlarni qiladigan shahardan qutqizdik. Haqiqatan ular yomon fosiq qavm edi. Biz uni rahmatimiz doirasiga kirgizdik. U haqiqatan yaxshilardan edi. Alhamdulillah, Alloh shukrlar bo'lsin. Yuqorida Anbiya surasi tafsiridan 75-oyatgacha angladinglar. Oxirini keyin qitimliq o'qishimiz davomlashtiramiz inshaalloh.
Ve sallallahu ala Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.